Assalamu alaykum. Xasilik dasturxon programmamizga xush keldiniz. Bugun birlikte qızartılgan purchaq uyutmasi qo'rimasini tayyorlab baqaylik. Undaqda bu qo'rimani tayyorlash uchun kerakli xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Bugungi bu qo'rimiz go'sht qo'shilmagan, go'shtsiz qo'rima. Hamda aldi bilan kerakli xurishlardan purchaq uyutmasi. Purchaq uyutmasiga yapon tilida qizil xatni momen deb o'qiydi. Momen tofu deb atilgan shu purchaq uyutmasining bir turi. Odatda qo'rima qo'rgan purchaq uyutmasining qo'rimasini tayyorlaydigan chog'da, yamsitanqan sho'rpasida shu sho'rpaga silib pishirib iste'mol qiladigan chog'da eng muvofiq keladigan, oson ezilib ketmaydigan purchaq uyutmasi. Ondan keyin qarqayrin quloq buni ichildirish uchun sug'chilab qo'ydim. Ondan keyin qo'shimcha materiallardan g'o'l piyoz, samsaq, zanjibil, pomidor, ko'kmush va qizilmushlar bor. Endi mushlardan foydalanib qo'rimizni tayyorlaymiz. Unda biz oldi bilan qiladigan ishimiz purchaq uyutmasini suvda bir qatam pishirib olish. Bundaqa vaqtimizda birinchidan purchaq uyutmasi asan ezilib ketmaydigan bo'ldi. Ikkinchidan shu purchaq uyutmasining o'zining ichidagi tarkibidagi ortiqcha suvlar siqib chiqarildi. Siqib chiqarilib ketgandan keyin biz buni mayda dog'ilgan vaqtimizda bek chajrab ketadigan bunda xatarlik ahvollardan saqlanғалы bo'ldi. Şoňa bu basqyçyny aytym muhim. Buni qanday qilamiz degan vaqtida purchaq uyutmasini cho'ng-cho'ngroq qilib, xalqan shaklda 3 burchak usulda, 4 burchak usulda xalqan shaklda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ondan keyin qaznimizga suv quyib, suyimiz qaynagandan keyin shu to'g'rab tayyor qilib olgan purchaq uyutmasini solamiz. Silib yana 1 minut qaynatib turg'izgandan keyin süzib elib olsak bo'ldi. Endi hozir ko'pinchilarimizning uylarimizda elektrodolqinliq, ya'ni mikrodolqinliq duxovkalarimiz bor. Ya'ni tamoqlarni isitib, bu qilgan foydalanadigan duxovkamiz. Shu duxovkaning isitish iqtidori bilan shu bosqichni tamomlag'ili bo'ldi. Bugun shu duxovkani ishlatmoqchi. Bu bosqichni duxovkada tamomlamoqchi bo'lsak, mush xil shakldagi qachibasi ko'pga kerak yaxshi bo'ldi. Yana issigan chog'dagi shu purchaq uyutmasining tarkibida ortiqcha siqib chiqarilgan suvlar tegiga sirg'ib tushib qoldi. Nayt aplik. Agar bu xil shakldagi qachib bo'lmagan ahvol ostida shu purchaq uyutmasini samoqchi bo'lgan qachimizning ost tarafiga oldi bilan oshxonada ishlatadigan qilinariq oshxona qog'ozlari bo'ldi. Shuningdek necha varaqni qatlab qo'yib etgandan keyin andan keyin purchaq uyutmasi, ya'ni to'g'rab tayyor qilib olgan purchaq uyutmasini qo'yib duxovkada isitsaq bo'ldi. Ya'ni duxovkada isitgan vaqtimizda 600 wattda 2 minut atrofida turg'izsak bo'ldi. Ondan keyin turg'izgandan keyin duxovkadan chiqarib olib, ortiqcha ostiga sirg'ib qolgan suyni to'kib o'tamiz. Yoki bo'lmasa shu oshxona qog'ozi ost tarafida ortiqcha suvlarni hammasini sumirib oldi. Endi purchaq uyutmasini bir qatam pishirib tayyor qilib olgandan keyin qaznimizga mayni quyib, mayda dog'laymiz. Ya'ni mayni sal ko'proq quyamiz. Miyimiz muvofiq darajada qizigandan keyin purchaq uyutmasini silib, mayda bir qatam dog'lab, andan keyin suzib olamiz. Endi mayga dog'lashdan burun purchaq uyutmasining yuzida ortiqcha suvlar bo'lib qolgan vaqtida oshxona qog'ozi bilan shundoq bostirib oshxona qog'oziga singdirib etganimiz yaxshi. Bo'lmasa mayda dog'lab qolganda chechirab ketadigan ishlar bo'lib qoldi. Mush bexatarlik alayda diqqat qilsak bo'ldi. Endi qozondagi miyimiz yaxshi qizgandan keyin purchaq uyutmasini birdan mushkul usulda solamiz. Ya'ni bexatarlik diqqat qilgan asosda mushtaq birdan silib, toza yaxshi sog'artib, dog'lab elib olamiz. Tezmi shundoq tekshi qizartib olgandan keyin ondan keyin buni suzib elib olamiz. Buni elib olgan chog'da cho'ngroq bir cho'ylimiz bo'lsa, ostiga mayni qo'ysak bo'lgan, qiziq may qo'ysa bo'lgan qachimizni, ya'ni pokiz quruq holatdagi qachini qo'yib turib, onun ustiga cho'ylimizni qo'yib suzib elib olsak nayt aplik bo'ldi. Endi purchaq uyutmasini dog'lab bo'lgandan keyin shu qaznimizga tegi tarafga ushaq tushak purchaq uyutmalari tushib qolgan bo'lsa, uni pokizlab etib, qaznimizga balki qiziq miyimizdan azroq qo'yib qo'rmani qo'rishni boshlasak bo'ldi. Bu qiziq may bo'lg'achqa darhol qo'rishni boshlasak bo'ldi. To'g'rab tayyor qilib olgan samsaq, zanjibil va g'o'l piyozlarimizni silib qo'raymiz. Biroz qo'rgandan keyin qizilmush qiyomi, yana azroq kavovichin uni silib 1-2 kun qo'rgandan keyin qarqayrin quloqni
silib qoruymiz. Tekşi qorup üstüge tetim su, ondan keyin to'xu tamjavhiri, bo'lsa to'xu tamjavhirini qo'yasak bo'ldi. U bo'lmagan ahvolatda o'zimiz tuz va oqmushlar bilan tamtetqilarni tangshaymiz. Ondan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan pomidorimizni va pomidor qiyamini silib, bir aqir qo'rib, pomidorimizni sal ezildirgandan keyin dag'lab qo'yib turgan purchoq o'yitimizni silib qoruymiz. Bu purchoq o'yitmisini sağandan keyin tez bir qanchani qo'rgandan keyin kraxmal suda eritib tayyor qilib olgan kraxmal suyuqligini qo'yib turib, yana tez aralashtiramiz. Ondan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan qizilmush va ko'kmushlarimizni silib, bir ikki qitim aralashtirgandan keyin o'tni o'chirib, taqsimizga elib olsak bo'ldi. Qo'rimining yuziga agar oq kunjutimiz bo'lsa, bir aqir chechib etsak, qo'rimiz texmi ko'rkam bo'ldi.